Ajoyib bahor, go'zal fasl yurtimizda hukmron. Gohida salqin, gohida quyoshli va iliq ob-havo har qanday holatda ham o'zgacha kayfiyat ulashmoqda. Go'zal tabiat kayfiyatni ko'taradi va mart oyining so'nggi kunlarida Qo'ng'irotda Navruz bayramining nafasi seziladi. Ata-babalarimiz so asbab yo'q kezdе so qasqiqni sildirmoq ikki bir-birini urib davsh chiqarib sol asbab o'rnida foydalangan. Endi mana qo'limdagi urshiqqa kelsem, Қазақ халқы 4 түлік малмен шұғылданған, бұрындары соның жүндерін осы ұршық арқылы иіріп, әртүрлі бұйымдар, киім-кешектер, жүншіліктер тоқып, жетілістіріп отырған. Bayram ishtirokchilari va mehmonlar keksa va yoshlar milliy taomlar va hunarmandchilik buyumlaridan iborat ko'rgazmalarni tomosha qildi. Biz ayni paytda hunarmandlar o'tovdamiz. Ko'rib turganingizdek, hunarmandlar bu yerda gilamdozlik, kashtachilik, zargarlik buyumlarini namoyish etmoqda. O'zimiz tabiiy bo'yaymiz buni, paxta jiplarini. Hammasi qo'lda to'qiladi bulardan. Bo'yog'ida tabiiy. Piyozning qabig'i, temirning qabig'i so'larni bo'yab o'zimiz ishlab chiqaramiz. Turistlar bu taroqlarga juda qiziqadi. Negaki qo'lda to'qilgan hammasi жаңа tabiiy mahsulotlardan ishlangan. Sari rangda chiqarish uchun piyozning po'stag'ini qaynatamiz, tuz bilan birga. Masalan, tuzga solib olamiz, undan keyin piyozni qaynatamiz. Piyozning qabig'ini qaynatib, onu bir kun qo'yamiz. Qasimdan grindi 1,5 oyning ishini bitkirganman. Kesishlik bo'yicha biz жұмыссыз xayol qizlarni o'tgan yili o'qitdik. 150-200 xayol qizlarni kasbga o'qitdik. Qo'ng'irotdagi Navruzni chet ellik mehmonlar ham o'zgacha qiziqish bilan tomosha qildilar. Qoraqalpog'istonga tashrif buyurganimizdan juda xursandmiz. Biz xitoyliklar o'zimizga Qoraqalpog'istonning yangi imkoniyatlarini ochdik. Hozirgi vaqtda biz Qirg'izistonda ishlaymiz. Biz xitoyliklarda ham shunga o'xshash bayram bor. Bu Sinjanda nishonlanadi va Chunze deb nomlanadi. Mazkur Navruz tantanalarida milliy qadriyatlar, milliy urf-odat an'analari barchaning milliy kiyimlar va liboslarida bayramning yuqori kayfiyatda o'tkazilayotganini ham ko'rishimiz mumkin. Qoraqalpoq milliy liboslari o'ziga xos ma'noga ega. Masalan, meni boshimdagi do'ppining po'pagi agar chap tarafga qarab taqiladigan bo'lsa, uni qizlar taqadi. Agar o'ng tarafga qarab taqiladigan bo'lsa, uni kelinchaklar taqadi. Meni yonimdagi opani esa ro'mollari meni e'tiborimni tortdi. Hozir o'zidan so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Boshingizdagi ro'mol juda ham chiroyli o'rabdi. Boshqacha o'rabsiz. Buni ma'nosi bormi? Va alaykum assalom. Barchangizga bayram qutlug' bo'lsin deb, mening o'zimning ustimdagi kiyimlarning tarixi bilan sizlarga tanishtirib o'tsam. Mening boshimdagi ro'mol dekine deb aytiladi. Dekenening renglari har turli bo'ladi. Masalan, qizil rangdagi dekenelar bo'lsa, yosh kelinchaklar taqqan bo'ladi. Al ag'islov bo'lsa, bu degani yosh ulkanlar apalarimiz taqqan. Bir-birini takrorlamaydigan ajoyib qo'shiqlar yangrab, o'yinlar o'tkazilar ekan, hudud bo'ylab bayram shukuhi tarqaldi. Kechki saylga oshiqqan yosh u qarning qalblarini quvonch chulg'adi. Qo'ng'irot kechasi atrofga o'zgacha fayz bag'ishlab, bayram sayli yanada jonlandi. Har kuning Navruz bo'lsin degan tilakning chuqur ma'nosi borligini bugun anglayapmiz. Chunki eng katta boylik tinchlik, farovonlik va birdamlikka yetaklaydigan ayyomning ma'no mazmuni bebaho.